Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun Pavloniyani texnik chizgi srez qilishini ko'rsatamiz. Mana bu Pavloniya. Mana bu ham katta Pavloniya. Bir yilda shuncha bo'lgan. Endi buni tagidan kep 1 santimetr qilib kesib yerga qoldiramiz. Mana shu mana shu santimetrlab shu shitib kesiladi. İçi kavuk bo'ladi. Keyingisini ham xuddi hammasini shitib kesib tashlaymiz. Yer bilan barobar qarib kim oldu? Ne yaptırım? Bize kaptırım. Ne oldu? Ko'rsatib turing endi. Ko'rsatib turing.